Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qosimxon aka siz bo'lasizmi? Ha, men bo'laman. Bezovta qilmadimmi sizni? Sog' salomatmisiz? Rahmat. Bugungi kuningiz fayzu barakatga, xayrli va solih amallarga mo'lim o'tayotgan bo'lsin. Ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Sizga o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, ayni fursatlarda qimmatli vaqtingizni olayotgan loyiha bu albatta yaqinlarimga dilskorlar loyihasi va ushbu loyiha boshlovchisini tinglamoqdasiz. Rahmat. Akajon, sizni ayyomingiz munosabati bilan bizga yaqinlaringiz murojaat qilishgan, o'z dilskorlarini qoldirishgan. Kim bo'lishi mumkin sizningcha bizga murojaat qilgan inson? Qizlarim berdim yana. Mashalloh. Aslini olganda qizingiz Shahnozaxon va boshqalar, dadangiz Akbarxo'ja, ayolingiz Odinaxon opa, o'g'lingiz Murodxon, qizlaringiz Ozoda va Shahnozaxonlar, kelin qizingiz Robiyaxon va nevaralaringiz Abdullohxon, Amirullohxon, Asadullohxon, Muhammadxon va Nuriyaxonlar nomidan Shahnozaxon tabriklaydilar. Alloh razı olsun. Va o'z dilskorlarini qoldirganlar. Keling endi o'qib eshittirsam sizga ham. Rahmat. Assalomu alaykum. Mening uchun bu dunyodagi eng ulug' ne'matim, suyangan tog'im, ishonganim, jonim, otajonim. Men sizni bugungi shukronali kunlaringiz, Allohimga banda, Rasulimizga ummat bo'lgan, yoshingizga yosh qo'shilgan muborak va go'zal kun bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim umringiz ziyoda bo'lsin. Alloh o'z panohida asrasin. Biz farzandlaringizni yemay yedirib, kiymay kiydirib katta qildingiz. Hech kimdan kam qilmadingiz. Alloh bularni ajrini ikki dunyo bersin, ilohim. Allohim bizlarni jannatlarida ham birga qilsin. Nasib etsa hammamiz birgalikda haj umra ziyoratlariga borib, Ka'batullohlarni tavof qilaylik. Madina ko'chlarida ham sayr qilaylik. Alloh o'z panohida asrasin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. O'zimni mehribonim, jonim otam deya. Dardni dard deb bilmagan otam, qaddi sira sig'magan otam, farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam, loydan qo'li chiqmagan gohi, bo'zlab sira aytilmas ohi, so'zlarimga Robbim guvohi.